Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Putin Qozonga hujum uchun Ukrainaga qat'iy javob qaytarishini aytdi. Ramzan Qodirov faxriy jurnalist bo'ldi. Fidan Damashqda Jo'loniy bilan uchrashdi. Ukraina Moskvagacha yetib boradigan dronlar ustida ishlamoqda. Tojikistonda 20 dan ortiq odam sirli ravishda o'ldirib ketildi. Bolalar sovuqdan muzlayapti. BMT vakillari qish falastinliklar hayotini yanada og'irlashtirayotganini ma'lum qildi. Qatar Yevropaga gaz yetkazib berishni to'xtatish bilan tahdid qildi. Putin Qozonga hujum uchun Ukrainaga qat'iy javob qaytarishini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozonga uyushtirilgan uchuvchisiz samolyot hujumi uchun Ukrainaga javob qaytarish bilan tahdid qildi. Bu haqda 22 dekabr kuni video konferens aloqa orqali yangi obyektlarni ishga tushirish marosimida so'z ochdi. Kimki yurtimizda biror narsani yo'q qilishga qanchalik urinmasin, buning uchun o'z mamlakatida bir necha barobar katta halokatga duchor bo'ladi va mamlakatimizda qilmoqchi bo'layotgan ishlaridan ham pushaymon bo'ladi degan prezident. Shuningdek, Putin Tatariston raisi Rustam Minnixanovga ham murojaat qilib, mintaqa hukumati Qozondagi hujum oqibatida zarar ko'rgan hamma narsani tiklab olishiga ishonch bildirgan va yordam qilishga va'da bergan. Biz olg'a intilamiz, nafaqat kimdir bizga yetkazmoqchi bo'lgan zararni tiklaymiz, balki bundan ham katta sur'atlar bilan olg'a boramiz degan Rossiya yetakchisi. Ramzan Qodirov faxriy jurnalist bo'ldi. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov faxriy jurnalist sifatida tan olindi. Bu haqda Qodirov Telegram kanalida ma'lum qildi. 17 dekabr Grozniy shahrida Ahmad Hoji Qodirov xotirasiga bag'ishlangan Oltin qalam xalqaro jurnalistik mukofotni topshirish marosimi bo'lib o'tgan. Tadbir doirasida Checheniston rahbariga ommaviy axborot vositalari sohasini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgani va jurnalistlar hamjamiyatini jahon miqyosida qo'llab-quvvatlagani uchun diplom topshirilgan. Bundan tashqari Qodirov taniqli jurnalistlarga mukofotlar topshirgan. Xususan Rossiya davlat teleradio kompaniyasining harbiy muxbiri Aleksandr Sladkov mukofotning Grand Prisini qo'lga kiritgan. Checheniston rahbari shuningdek harbiy muxbiri va Donetsk davlat teleradio kompaniyasi direktori Andrey Rudenkoga Checheniston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist faxriy unvonini bergan. Fidan Damashqda Jo'loniy bilan uchrashdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Damashqda Suriyada hokimiyat tepasiga kelgan Hayat Tahrir ash-Shom guruhi rahbari Ahmad ash-Sharo Muhammad al-Jo'loniy laqabi bilan uchrashdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Damashqda Suriyada hokimiyat tepasiga kelgan Hayat Tahrir ash-Shom guruhi rahbari Muhammad ash-Sharo bilan uchrashdi. Bu haqda Turkiya tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Bildirilishicha, uchrashuvda Turkiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nuh Yilmaz, Turkiyaning Damashqdagi elchixonasining muvaqqat ishlar vakili Burxon Kergo'g'li va Suriya muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri Asad Hasan al-Shuboniy ham ishtirok etgan. Damashqdagi muzokaralar yakunlanganidan so'ng Fidan va ash-Sharo qo'shma matbuot anjumanida chiqish qildi. Suriyada yangi davr boshlandi va men vazir Fidanni Damashqda kutib olishdan mamnunman. Suriya kelajagi bilan bog'liq muammolar va masalalarni batafsil muhokama qildik. Biz hukumatning kelgusidagi faoliyati haqida gaplashdik. Xususan, Mudofaa vazirligining ahamiyati va qurol faqat davlat nazoratida bo'lishi kerakligini ta'kidladik. Davlatdan boshqa hech bir guruh qurolga ega bo'lmasligi kerak. Bizning nazoratimiz ostidagi yoki YPG nazorat ostidagi hududlarda hech bir guruhning qo'lida qurol bo'lishini qabul qila olmaymiz, dedi Ahmad ash-Sharo. Shuningdek, u inqilobning boshidanoq Turkiya Suriya xalqini qo'llab-quvvatlaganini ta'kidladi. Ash-Sharo Turkiya va Suriya o'rtasidagi strategik aloqalarning qanday rivojlanganini ham muhokama qilganliklarini bildirib, ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy strategik aloqalarga e'tibor qaratdi. O'z navbatida Xoqon Fidan Suriyadagi eng og'ir va qorong'u davr ortda qolganini va bundan yaxshi zamonlar kelishini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Suriyadagi barcha etnik, diniy va mazhab guruhlari baxtliroq bo'ladi va suriyaliklar mamlakat kelajagini belgilaydi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Suriyani xavfsiz, erkin va farovon mamlakatga aylantirish faqat Suriya xalqining sa'y-harakatlari tufayli amalga oshishini qo'shimcha qildi. Ukraina Moskvagacha yetib boradigan dronlar ustida ishlamoqda.
Ukraina kelajakda G'arb yordamida muammolar yuzaga kelishi mumkinligi fonida o'z raketa sanoatini rivojlantirmoqda. Ishlab chiqilayotgan raketalardan biri Trembitadir. Bu haqda The Economist xabar berdi. Trembita 400 km/soat tezlikda erishishi mumkin va 200 km masofani uchib o'ta oladi. Biroq Moskvagacha yetib bora oladigan kattaroq model ham ishlab chiqilmoqda. Seriyali ishlab chiqarish yakuniy dala sinovlaridan keyin boshlanishi mumkin. E'tiborli jihati shundaki, odatda qurolni loyihalashdan jang maydoniga yetkazishgacha ko'p yillar ketsa-da, ishlab chiqaruvchilar bunday natijaga atigi 1,5 yilda erishadi. Trembita dvigateli 1944-yilda 1-marta nemis V1 bombasida qo'llanilgan $200 impulsli reaktiv dvigatelning zamonaviy talqinidir. Dvigatel turbasi hozircha xomaki ko'rinishda deyiladi xabarda. Sovet davrida Ukraina kosmik va raketa innovatsiyalari sohasida jahon yetakchisi edi. Dnepr shahrida joylashgan Yujmash zavodida 4 avlod strategik raketalar ishlab chiqarilgan. Ammo bu 1994-yilgacha Budapesht memorandumiga ko'ra Ukraina xavfsizlik kafolati evaziga o'zining yadroviy kichik ballistik raketalarini bergunga qadar davom etdi. Tojikistonda 20 dan ortiq odam sirli ravishda o'ldirib ketildi. Tojikistonning So'g'di viloyati Kanibodom tumanida 20 dan ortiq kishi sirli ravishda o'ldirib ketildi. Bosh prokuratura qotillikda gumonlanib 4 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Bu haqda Sputnik Tojikiston xabar berdi. Bir necha oilalarni o'ldirishda gumonlanayotgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Qamoqqa olingan 4 tala shaxs ham 26 yoshdan 36 yoshgacha bo'lgan erkaklar bo'lib, ular Kanibodomning Gulbog', Loluxti va Hamraba qishlog'i jamoatlarida tug'ilgan. Prokuratura tergovchilarining ishi mamlakat rahbariyati tomonidan bevosita nazorat etilayotgani va tergov davom etayotganini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, Konibodamdagi qotilliklar zanjiri 2024-yilning aprel oyida boshlangan bo'lib, bu voqealar bir-biriga bog'liqmi yoki alohida hodisalarmi hozircha noma'lum. Ushbu tumanda allaqachon 20 dan ortiq odam sirli tarzda halok bo'lgan va hukumat hanuzgacha bu jinoyatlarni fosh eta olmayapti. Bolalar sovuqdan muzlayaptimi? BMT vakillari qish falastinliklar hayotini yanada og'irlashtirayotganini ma'lum qildi. G'azoda davom etayotgan harbiy harakatlar va qishki jalalar odamlar turmushini yana og'irlashtirib, ularga ocharchilik xavfini solishda davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik tashkilotlari vakillari ta'kidlashicha, G'azo butun boshli qabristonga aylanib qolgan. Dunyo bu odamlarning holi nima kechayotganini ko'rmayapti. Bunday sharoitda oilalarning boshpana qiladigan joyi yo'q, dedi BMTning Falastin qochqinlari ishlash bo'yicha agentligi vakili Luiza Ueterich. BMT bolalar jamg'armasi vakili Rosalia Bolan ham tashvishli chiqish qildi. U sektordagi oziq-ovqat inqirozining ko'lamiga e'tibor qaratib, ayollar va bolalarning 96% dan ortig'i to'yib ovqatlanmasligini ma'lum qildi. Odamlar nafaqat jismoniy, balki ruhiy azob-uqubatlarni ham boshdan kechirmoqda. Bolalar sovuqdan muzlashyapti, yomg'irda ivishyapti, oyoq yalang yuribdi. Men haligacha yozgi kiyimda yurgan ko'p bolalarni ko'ryapman. Ovqat pishirishga gaz uzilganidan so'ng ko'pchilik bolalar o'tin uchun chiqindilar orasida plastik terishga majbur bo'lyapti, dedi u. Kuchli yomg'irlar davom etishi haqidagi prognozlarni hisobga olib, O'tirich G'azo aholisini qo'llab-quvvatlash uchun hududga yordam yetkazish o'ta muhimligini ta'kidladi. Chunki G'azo aholisi Isroil bombardimonlari tufayli o'z uylarini qayta tark etishga majbur bo'lmoqda. Ularda yomon ob-havodan himoyalanish uchun zarur vositalar yo'q. Ko'pchilik matodan qilingan chodirlari ostida yashirinmoqda. Ularning hatto suv o'tkazmaydigan boshpanalari ham yo'q. Bu yerdagi binolarning 69% zarar ko'rgan yoki butkul vayron bo'lgan, dedi u. Qatar Yevropaga gaz yetkazib berishni to'xtatish bilan tahdid qildi. Yevropa ittifoqining korporativ barqarorlik direktivatsiyasi Dohada norozilikni keltirib chiqardi. Qatar energetika vaziri va Qatar Energy kompaniyasi rahbari Saad Al-Kabning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi davlatlari inson huquqlarini buzgani yoki atrof muhitga zarar yetkazganlik ayblovlari bilan amirlikni jarimaga tortsa, shunday holat sodir bo'lishi mumkin. Financial Times ma'lumotlariga ko'ra, hujjat Yevropa ittifoqi mamlakatlarining kompaniyalar uglerod chiqindilari, inson huquqlari va mehnat huquqlari bo'yicha Yevropa ittifoqi talablariga rioya qilmasa, ularga butun dunyo bo'ylab yillik daromadlarining 5% gacha jarima solishga majbur qiladi. Agar Yevropaga borib daromadimning 5% ni yo'qotsam, u yerga bormayman. Qatar Energy'ning 5% daromadi Qatar davlati daromadining 5% ni bildiradi. Bu xalqning puli. Menimcha, hech kim bunday tarzda pullarni yo'qotishga rozi bo'lmaydi, dedi Al-Kabi Financial Times nashriga bergan intervyusida. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.